بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Mana birodarlar, 3 jumadan beri tavfiq degan mavzuni suhbat qilayotgan edik. Bugun 4-darsimiz davom etamiz. O'tgan darsimizda savol berdik. Sen tavfiqli odammisan? Tavfiq Alloh taoloning ilhomi. Tavfiq Alloh taoloning yo'lashi. Tavfiq Alloh taolo sizni ishingizni o'zini qo'liga olishi. Tavfiq sizni o'zingizni holingizga tashab qo'ymasligi. Ana shu tavfiqni ta'rifini o'qidik va oxirgi darsimizda shu savolni berdik. Sen birodar, tavfiqli odammisan? Alloh senga tavfiq berganmi? Ana shu alomatlardan 3tasini suhbat qilgan edik, davom etamiz. Birinchisi, agar senda iymon bor bo'lsa, bu tavfiqning alomati. Alloh yo'l beribdi, Alloh qo'llabdi, iymon keltiribsan. Tavfiqning ikkinchi alomati ilmga bo'lgan rag'bat, ilmga bo'lgan harislik. Uchinchi alomati savobli amallarga muvaffaq bo'lishliging. Tavfiqning 4-alomati da'vatga Alloh taolo seni burishligi. Dinni, yaxshilikni odamlar o'rtasida tarqatishga muvaffaq bo'lishing tavfiqning 4-alomati. Bu ish odamlarga dinni o'rgatish, odamlarga Allohni tanitishlik eng afzal insonlar, payg'ambarlardan qolgan meros. Chunki odamlarni Allohning diniga da'vat qilishlik payg'ambarlarning ishi bo'lgan. Bilasizmi, eng yaxshi odam kim? Eng yaxshi odam shunday odamki, Allohni bandalarga suyukli qiladi. Bandalarni Allohga suyukli qiladi. Ya'ni bandalarga Allohni tanitadi, ilm orqali Robbilarini tanitganidan keyin bandalar Robbisini tanib yaxshi ko'rib qolishadi. Endi Robbisini yaxshi ko'rib Allohga qulchilik qilgandan keyin Alloh bu bandalarni yaxshi ko'radi. Endi mana shu ikkala tomondan bir-biriga bo'lgan muhabbatga sabab bo'lgan da'vat qilayotgan odam odamlarning eng yaxshisi deyiladi. Allohni bandalarga mahbub qilish, bandalarni esa Robbilariga mahbub qilishlik. Astagfirullah. Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin. Odamlarni Allohning diniga da'vat qilgan va o'zi ham yaxshi amal qilib, shak shubhasiz men musulmonlardandirman degan kishidan ko'ra chiroyliroq so'zlovchi kim bor? Alloh taolo aytayapti. Eng chiroyli gapirgan odam kim? Mo'min bo'lib turib, solih amal qilib turib, musulmonman deyotgan odam eng chiroyli odam bo'ladi gapirayotgan. 5-si. O'zingni tez-tez hisob-kitob qilib turishing. O'zingni nafsingni muhosaba qilib turishing. Ya'ni niyatni yangilab tuzatib turishliging. Amallaringni puxta chiroyli bajarishga harakat qilishing. Xato kamchiliklarini ko'rishing va ularni tuzatishga harakat qilishing. Bu ham tavfiqdan. Kamchilik bormi hammamizda? Hammamizda bor. Biroq bizga odob bilan, hikmat bilan, yo'li bilan manaqa kamchilik bo'lyapti desa, o'zingchi deysiz-ku. Voy, sengachi odob bilan, hikmat bilan hech kim yo'g'ida o'zingga nasihat qilyapti. Qabul qil, o'zingchi deydi. Mana qilgan ish mana bu joy ozgina chola bo'lib qopti desa, ha nima bo'ladi-da shunchalik, ha? Hikmat bilan qilingan tanqidni, aybingizga bo'lgan ishorani qabul qilmayotganligingiz betavfiq ekanligingizni belgisi. O'sha tanqidni qabul qilgan odam yana o'sadi. Al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'dal maut. Imom Ahmad va Termiziy rivoyati. Payg'ambarimiz aytadilar: haqiqiy xushyor inson kim? Endi Rasulullohning nazarlarida
haqiqiy hushyor odam qanaqa bo'ladi? Rasululloh aytayaptilar, o'zini nafsini hisob-kitob qilib turgan va o'limdan keyingi narsa uchun ishlayotgan, amal qilayotgan inson haqiqiy hushyor kimsadir. Tushunarlimi? O'zini hisob-kitob qilib turadi doim ishlarini va o'limni esdan chiqarmasdan shunga qarab kun kechiradi, shunga qarab amal qiladi. Mana shu odam haqiqiy hushyor odam ekan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadi: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum." Hisob kitob qilinmasinglardan avval o'zingizlarni hisob kitob qilib turinglar. Ya'ni farishtalarning oldiga kelganingizda hisob kitob qilinadi qiyomatda. Shundan avval o'zingizlar hisob kitob qilib turinglar o'zingizlarni. Va amallaringlar tortilishidan avval sizlarning zararinglarga o'zingizlar amalinglarni tortib turinglar. Ya'ni o'zingni qarab yur. Bugun necha mahal namozni qoldirdim? Necha marta g'iybat qildim? Qaysi farz amal qolib ketdi? Zikrda aytdimmi, aytmadimmi? Tavfiqning alomatlari, Alloh sizni muvaffaq qilganligi, Alloh sizni tashab qo'ymaganligi, Alloh sizni qo'llayotganligining birinchi alomati iymoningiz bo'lishi. Ikkinchisi, shar'iy ilmlarga muhabbatingiz bo'lishi. Uchinchisi, savobli amallarga muvaffaq bo'lishingiz. To'rtinchisi, da'vatda hissangiz bo'lishi. Beshinchisi, o'zingizni hisob-kitob qilib turishingiz. Oltinchi alomati, qalbingni Allohga bog'lanib turishi. Bu ham bir nozik nuqta. Uni qadariga rozi bo'lishing. Uning fazli marhamatiga, ne'matiga shukr qilishing. Farz, vojib amallarni qoldirmasdan qilishing. Allohning haqqini ado qilishga harakat qilishing. Uni o'ziga tavakkul qilishing. Uning o'ziga suyanishing. Qalbingni uni o'ziga topshirishing. Qalbingni odamlarga bog'lanib qolmasligi. Odamlar bor yo'g'i ojiz banda ekanligini tushunishing. Ana shu bandalarning ustida ham Allohning qadari joriy bo'lishini aniq bilishing. Alloh senga o'zi kifoya qilishiga ishonishing. Uni iznisiz biron narsa sodir bo'lmasligiga iymoningni komil bo'lishi. Uni hukmini hech kim rad qila olmasligiga iymoningni komil bo'lishi. Taqdirni hech kim qaytara olmasligiga, hamma narsa uni qo'lida ekanligiga aniq ishonayotganliging, qalbingni Allohga bog'langanligi tavfiqning belgisi. Kim aytgani bo'ladi? Allohda aytgani bo'ladi dedi. Qalbingizni Allohga bog'langanligi, doimiy suratda bog'lanib turishligi tavfiqning belgisi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Alloh taolo nimani xohlamagan bo'lsa, shu narsa bo'lmadi. Alaysallohu bikafin abda. Alloh taolo so'rayapti. Axir Alloh taolo bandasi uchun o'zi kifoya emasmi? Men o'zim kifoya qilmaymanmi senga bandam deyapti. Parvardigor o'zing kifoya qilasan. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deb turib xotirjam bo'ldingizmi? Demak, tavfiq bor sizda. Ibrohim alayhisalomni o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. 2 sekundda, 1 sekundda tushadi. Shu fursatning ichida Jabroil alayhisalom kelib, "Alaka haja ya Ibrohim. Menga bir hojatingiz yo'qmi? Qalb ko'ryapsizmi Alloh bilan ovora bo'lganligi? Sizgami?" deyapti. Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishga hojati yo'q deyapti. Nima dedi Alloh taolo? Ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Hech kim o'ylamagan edi bunaqa yechimni. Mushkulani bunday hal bo'lishini birov o'ylamagan edi. Ibrohim alayhisalom o'tga tushdi. Olov ham sovuq, ham salomat bo'ldi. Qalbingizni doim Allohga bog'lanib turganligi tavfiqning belgisi. Astagfirullah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Allohdan qo'rqsa, unga mahrojini beradi. Har qanaqa muammodan chiqib ketadigan yo'lni beradi. Bo'ldimi? Yo'q, davomi bor. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kutmagan joydan rizqini beradi.
Bo'ldimi? Yo'q. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Alloh shu bandaga o'zi kifoya qiladi. Nima? Robbingiz o'zi kifoya qilmaydimi sizning muammolaringizga? Kifoya qiladimi? Aniq ishonasizmi? Qalbingizda shubha yo'qmi? Hasbiyalloh va ni'mal vakil deb xotirjam bo'ldingizmi? Demak, sizda tavfiq bor. Alloh sizni o'ziga tashab qo'ymabdi. 7-si. Eng katta g'am tashvishing oxirat bo'lishi. Shu yerda endi muammo bor. Yuribmiz ko'chada deydi. Nima deb? Bola chaqa, tirikchilik. Mashada g'amiz. Mashada g'amiz. Bomdodga chiqish g'am emas. Zikrda aytish g'am emas. Bir 4 qator bir narsani o'qish yoki yodlash g'am emas. Allohning diniga bir xizmat qilishlik g'am emas. G'am nima? Bola chaqa, tirikchilik. Allohni unutib qo'yib, faqat dunyo deb yashayotgan odamlarni qarasanglar, Alloh taolo shunday qilganki, bularni mana shu g'amdan boshqa narsaga vaqti yo'q. Ota-onasini kunda borib xavoragani vaqti yo'q. Ish ko'p. Siyla rahimga vaqti yo'q. Ish ko'p. Bir tabiat qo'yniga chiqib dam olib kelgani vaqti yo'q. Ish ko'p. Bola chaqasi bilan o'tirib ujin qilgani vaqti yo'q. Ish ko'p. Rossiyada yuradi, bir haftada bir marta telefon qilib qo'ygani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. O'sha otangga bir hafta bir marta telefon qilib qo'ymasdan onangga ishingiz o'rib ketyaptimi? Tushunarlimi? Faqat dunyo, faqat pul deb yurganlar, Allohni esdan chiqarganlarni Alloh taolo shunday qilib qo'yganki, shu dunyo ishidan boshqa narsaga umuman vaqti yo'q. O'zini sog'ligiga qaragani ham vaqti yo'q, trenajyorga borgani ham vaqti yo'q, futbol o'ynagani ham vaqti yo'q, o'zi xolagan ishlarga vaqti yo'q. Nimaga? G'am noto'g'rida. Tavfiqni 7-alomati eng katta g'am tashvishing, birinchi g'am tashvishing Alloh taoloning roziligi, oxirat bo'lish kerak. Bu dunyo hayotini oxiratning ekinzori deb bilayotgan bo'lsang, bu dunyo hayoti mehnat hovlisi ekanligini tushunayotgan bo'lsang, bu dunyo hayotiga aldanmayotgan bo'lsang, bu dunyo hayoti oxirat hovlisi uchun tayyorgarlik maydoni ekanligini bilayotgan bo'lsang, mana shunday e'tiqodda bo'lgan bo'lsang, sen tavfiqning ishidasan. Alloh taoloning ulkan tavfiqi seni qo'lingda turibdi ekan. Mana shu narsa bilan qalbingiz keyin xotirjam bo'ladi, o'y fikringiz o'rnida bo'ladi. Biz o'zi esimizni taniyotganimizda o'sha o'lchov tushunchalarimiz, hayot haqidagi tasavvurlarimiz noto'g'ri bo'lganligi uchun hayotda qilayotgan ishlarimiz ham noto'g'ri ekan. Agar qo'limizdagi kompas Allohning roziligini ko'rsatadigan kompas bo'lganda, qilayotgan hamma ishimiz to'g'ri bo'lardi. Lekin birimizning kompasimiz dunyo. Dunyoni ko'rsatadi, ma'qul yur deydi. Birimizning kompasimiz mansab, birimizning kompasimiz obro', birimizniki mashhurlik. O'shuning uchun har tomonga yurib, sochilib, chochilib yuribmiz. O'zi avvalambor mana shu ayniqsa mana o'g'il bolalar xususan endi oq qorani ajratib 7, 8, 10 ga kirganda mana bu o'lchov tushunchani to'g'ri qilish kerak otalar, yosh otalar. Allohning roziligi birinchi o'rinda turish kerak bolam. Birinchi maqsading nima qilsam Xudo mendan rozi bo'ladi degan e'tiqod bilan yashagin, qolgan problemani Alloh hal qilib beradi. Domlalarning gapiga qarasang, olma pish og'zimga tushib o'tiraveradi. Kim aytdi senga unaqa deb? Zo'r hunarni tanla, zo'r kasbni tanla, ilmni o'qi, zo'r qil. Katta pul topadigan mehnatni, ilmni sababini qil, lekin qalbing Alloh bilan bo'lsin. Mana o'sha biz aytayotgan narsaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisi dalil bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallohu ghinahu fi qalbihi va jama'alahu shamlahu va atathu dunya va hiya roghima." Mana o'lchov tushunchani qaranglar, qanaqa bo'lish kerak. Rasululloh aytayaptilar, kimning g'ami oxirat bo'lsa,
eng katta g'ami, eng birinchi g'ami oxirat, Allohning roziligi bo'lsa, Alloh uning boyligini qalbiga solib qo'yadi. Qalbi boy bo'ladi birinchi navbatda. Puli bo'lsa bo'lmasa, qalbida xotirjamlik bo'ladi. Uning ko'nglini bir joyda qilib qo'yadi. Dunyo uning oldiga o'zi xohlab kelaveradi. Davomini qarang. Va man kanati dunya hammahu. Endi kimning eng asosiy g'ami shu dunyo bo'lsa, faqat dunyo g'am bo'lsa, ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Bunaqa odamni kambag'alligini mana ikkala ko'zini o'rtasiga, peshonasiga yozib qo'yadi. Fafarraq alayhi shamlahu. Uni ishini sochib qo'yadi, ko'nglini notinch qilib qo'yadi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dunyo odamni Alloh taqdir qilgandan oshchasi kelmaydi. Bittasini Alloh taolo hamma g'am tashvishiga o'zi kifoya qilyapti, bittasini Alloh taolo sochib qo'yapti ishini, doim baxtsiz. Farq nimada? Ikkalasi ham mehnat qiladi, ikkalasi ham ilm o'qiydi, ikkalasi ham hunar qiladi. Birinchi odamning g'ami Allohning roziligi. Ikkinchi odamning g'ami dunyo. Mana endi tushunyapsizlarmi nimaga doim yetmaydi? Nimaga doim shikoyat bor? Nima uchun boylar ham doim pul orqasidan quvaveradi? Chunki o'lchov noto'g'ri. Kompis chataq. Boshqa hadisda aytadilar: "Man ja'alal humuma hamman wahidan, kafahullohu hamma dunya." Kim ko'p g'amlarni bitta g'am qilib olsa, Alloh u uchun dunyo g'amlariga o'zi kifoya qiladi. G'am ko'p dunyoda. Sog'lik bor, tinchlik bor, uy bor, kiyim bor, pul bor, bola bor. Mana shu g'amlarni hammasini bitta g'amga almashtirib olsin. Nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan g'am bilan yashasin. Shu savolni javobini topish bilan shunga harakat qilib yashasin. Qolgan g'amlarga Alloh o'zim kifoya qilaman deyapti. Kimning aqli va qalbini dunyoning ko'p g'amlari va tashvishlari har tarafga sochib yuborgan bo'lsa, Alloh bunaqa odamni dunyoni qaysi vodiylarida halok bo'lishiga parvo qilmaydi. Shuning uchun akalar, ukalar, xotin kerak, pul kerak, uy kerak, bular kerak. Bularni hech qaysini inkor qilmaymiz. Va mana shu narsalarni qo'lga kiritish uchun nima ish qilish kerak bo'lsa, hammasini qilamiz. Lekin bular g'am bo'lmaydi. G'am Allohni rozi qilish bo'ladi. Birinchi alomati iymon, ikkinchisi ilm, shar'iy ilmlarga bo'lgan tavfiq. Uchinchisi savobli amallarni qilishga muvaffaq bo'layotganingiz. To'rtinchisi Allohning diniga da'vat qilishida ishtirokingiz bo'lishi. Beshinchisi o'zini hisob-kitob qilib turishi. Oltinchisi qalbni Allohga bog'lanib turishi. Yettinchisi eng katta g'am oxirat g'ami bo'lishligi. Sakkizinchisi gunohlardan tezda qaytishlik, tavba qilishlik. Kullu bani adama xattoun va xayrul xattoina tawwabun deganlar Rasululloh. Odam bolasi borki, xato qiladi, gunoh qiladi. Iloji yo'q. Banda ojiz, bilib qiladi, bilmay qiladi, adashib qiladi. Endi Alloh tavfiq bergan banda mana shunday bir gunohga kirib qolsa, tezda tavba qiladi. Tezda to'xtatadi. Afsus, nadomat chekadi. Allohga qaytib istig'for aytadi. Va chinakamiga tavba qilgan odam shu gunohni qilmagan odamdaqa bo'ladi. Daftarida bo'lmaydi bu gunoh. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-taibu minaz-zambi kaman la zambala." Gunohdan tavba qilgan kimsa gunoh qilmagan kimsa kabidir. Faqat rosakam tavba bo'lish kerak. To'xtatdi. O'sha tavba nasuh tavba deganda 4 ta sifati bor. To'xtatish kerak, qattiq pushaymonlik kerak, qaytib qilmayman deb Allohga ahd berish kerak va shu gapida turish kerak. Allohning haqqida gunoh qilgan bo'lsangiz 4 ta shart. Agar odamning haqqi bo'lsa 5-inchisi qo'shiladi. Nima qilish kerak? Allohning haqqida bo'lsa tavbaning sharti 4 ta, bandaning haqqi bo'lsa 5 ta. Astagfirullah va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Barchalaringiz Allohga tavba qilingiz, ey mu'minlar.
shoyatki shunda najot topsanglar. Boshqa oyatda albatta Alloh tavba qiluvchilarni va o'zlarini mudom pok tutuvchilarni yaxshi ko'radi. 9-si. Jamiyatga foydali inson bo'lishing. Puling bilanmi, hunaring bilanmi, ilming bilanmi, maslahating bilanmi, mahallangga, qishlog'ingga, shaharingga foydang tegayotgan odam bo'lishliging Alloh taoloning senda tavfiqi borligini belgisi. Odamlarning xizmatida bo'lish, odamlarning hojatlarini ravo qilishga chiqish. Bu hamchi hammaga berilavermaydigan ne'mat. Jamiyatga foydali bo'lish ham hammaga nasib bo'ladigan narsa emas ekan. Mansabi bilan, moli bilan, ilmi bilan, hunari bilan, maslahati bilan odamlarga foydali bo'lishlik Alloh taolo yaxshi ko'rgan sifati bandani. Payg'ambarimizning hadisini o'qiymiz. Ahabbun nasi ilallohi anfahum linnas. Odamlar orasida Alloh uchun suyuklirog'i odamlarga foydalirog'idir. Va ahabbul a'mali ilallohi azza va jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin. Alloh uchun eng suyukli amal nima? Bir musulmon kishining qalbiga xursandchilik kiritishing. Bir og'iz gapingiz bilan xursandchilik kiritib qo'yishingiz mumkin. Mana ekanini aytmabsiz-da, aka bilgan ekansiz desa, sen so'ramading-da deydi. Rasululloh aytadilar: "Au tukshifa anhu kurbatan." yoki ana shu bir musulmondan bir mashaqqatni ko'tarishing. Au taqdi anhu daynan yoki bir qarzini uzib qo'yishing. Au tatruda anhu ju'an yoki undan ochlikni ketkazishing. Jamiyatga foydali bo'lishlik Alloh taolo yaxshi ko'rgan sifatlardan. Jamiyatga foydasi tegyaptimi? Demak, sizda tavfiq bor. Alloh sizni tashab qo'ymabdi bir chekkaga. Alloh ishlatyapti ekan sizni shu ishga. Hadisni davom etkazamiz. Waliyan amshiya ma akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadha al-masjid shahran. Ya'ni fi masjid al-Madina. Mana bu masjidimda deyaptilar Rasululloh. Masjid-un Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirganimdan ko'ra bir musulmon birodarimni hojati uchun yurishligim men uchun suyukliroqdir. Qarang, bir oy e'tikof o'tirsangiz qancha savobga ega bo'lasiz. Lekin Rasululloh aytibdilar, meni masjidimda e'tikof o'tirgandan ko'ra bir oy bitta odamni xizmatiga, yordamiga, hojatiga chiqib qo'yishlikni payg'ambarimiz menga suyukliroq deyapti. Boshqa hadisda aytadilar: "Va man masha ma akhihi fi hajatin hatta yaqdiha lahu, thabbatallohu qadamayhi yawma tazulul aqdam." Kim bir birodarining ehtiyojini qondirish uchun u bilan birga yursa, qanaqa mukofot bor bunga? Alloh uning qadamlarini, qadamlar toyilib ketadigan kunda mustahkam qiladi. Qiyomat kunida odamlarning oyoqlari toyilib jahannamga tushib ketadi. Ana shu kunda qadami sobit turadi. Nimani evaziga berilyapti? Jamiyatga foydali bo'lishligingiz. 10-si. Alloh azza va jalla seni ishingni o'zini qo'liga olishligi. Ya'ni Alloh seni o'zini holingga tashab qo'ymasligi. Xizlan, mahrumlik. Mahrumlik nima? Haqiqiy mahrum odam u puli yo'q, oilasi yo'q, dunyosi yo'q odam mahrum odam deyilmaydi. Haqiqiy mahrum odam Alloh bu odamni o'zini holiga tashab qo'ygan. Unga yordam bermaydi, uni qo'llamaydi. Mahrumlik Alloh seni o'z nafsing bilan yolg'iz qoldirib qo'yishi. Parvardigor duoda qarang payg'ambarimizning duosini. Wala takinni ila nafsi tarfata ayn. Parvardigor ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham meni o'zim holimga tashab qo'ymagin. Agar Alloh sizni o'zingiz holingizga tashab qo'ysa, yarim sekund ko'p halok bo'lib ketishingiz uchun. O'sha yeyotgan oshingizdan bitta guruch o'tib ketadi tomoqqa havo bilan, klapanda shunday to'sib qoladi, pishdingiz. Rolda ketyapti, ko'zingiz 2 sekundga ketadi, tushdingiz. Jarga. Duoda qarang go'zalligini. Parvardigor ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham meni o'zim holimga nima qilmagin? Tashab qo'ymagin. Demak, birodarlar,
tavfiqning alomatlari. Birinchisi iymon, ikkinchisi shar'iy ilmlar, uchinchisi savobli amallar, to'rtinchisi Allohning diniga da'vat, beshinchisi o'zini hisob-kitob qilib turish, oltinchisi qalbni Allohga bog'lanib turishi, yettinchisi eng katta g'aming oxirat bo'lishi, sakkizinchisi gunohlardan tezda tavba qilishing, to'qqizinchisi jamiyatga foydali bo'lishing va o'ninchisi Alloh seni ishingni o'zini qo'liga olishi. Bironta yaxshi ishga muvaffaq bo'lmaymiz agar Alloh tavfiq bermasa. Biron gunohdan tiyala olmaymiz agar Alloh tavfiq bermasa. Tavfiq siz bilan bizga suvdek, havodek zarur narsa. Ana shu tavfiq bo'lsa, ikki dunyo saodatini qo'lga kiritamiz. Qanday qilsak taqvoga, solih amallarga muvaffaq bo'lamiz, tavfiq topamiz. Solih amal va taqvoga olib boradigan tavfiqning sabablari. Birinchisi Allohga muhtojlik. Siz o'zingizning kuchingizga, quvvatingizga, tajribangizga, ilmingizga, pulingizga suyanmaysiz, ishonmaysiz. Bu narsalarda hammasini chetga surib qo'yasiz-da, qalbingiz Allohga muhtojlik hissi bilan to'ladi. O'zingizning ojizligingizni, zaifligingizni tan olasiz. Mana shunday zaifligingizni his qilgan holda Allohga ilhaqlik bilan duo qilasiz. Mana har kuni namozda Fotiha surasini o'qir ekanmiz, ihdinas sirotol mustaqim oyatini o'qiymiz. Bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qil. Allohdan to'g'ri yo'lda so'rashimiz aytiladi. Gunoh ma'siyatni tark qilishlikka Allohning o'zidan madad so'rashimiz kerak. Hidoyatni va solih amalni Alloh taoloning o'zidan so'rashimiz kerak. Alloh taolo hadis qudusiyda aytadi: "Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum." Ey bandalarim, sizlar hammanglar adashgansizlar. Hammanglar zalolatdasizlar. Faqatgina men hidoyat qilganlar bundan mustasno. Bas mendan hidoyat so'ranglar, sizlarni hidoyat qilaman. Men aniq bu ishga qo'l urmayman. Men aniq 30 kun roza tutaman deb hech qachon gunohni tark qilishlikka yoki savob ishni qilishlikka o'zingizga suyanib qolmang. Inshaalloh qilib beraman. Inshaalloh boraman. Javob: aka bo'ldi, muammoingiz hal bo'ldi, ketavering deydi. Javob: garantiya deydi. Sen o'zingga garantiya bera olaysanmi? Ha, u ishni qo'y hali. Ishni bitkazishni qo'y hali. O'zingni ertalab uyg'onishingga garantiya bera olaysanmi? Yo'g'a. Allohu yajtabi ilayhi man yasha va yahdi ilayhi man yunib. Alloh u dinga hidoyat topish uchun o'zi xohlagan kishilarni saylar va unga iltijo qiladigan kishilarni hidoyat qilur. Alloh kimni hidoyat qilar ekan? Kimga tavfiq berar ekan? Unga duo qilib iltijo qilganlarga. Tavfiq Allohning marhamati. Tavfiqni faqat Alloh taolo beradi. Tavfiqni faqat Allohdan umid qilamiz. Demak, sabablarning birinchisi Allohga muhtojligingizni his qilishingiz. Ikkinchi sababi o'zingizni ojizligingizni tan olishingiz. Siz o'zingizni ojiz, zaif ekanligingizni tan olasiz. Allohga muhtoj ekanligingizni e'tirof qilib, bo'yin sunasiz. Shunda Alloh taoloning marhamati bo'lsa, tavfiq bo'ladi. Tavfiq faqat Alloh tomonidan beriladi. Soddaroq qilib aytaymi? Yozuvchilar, shoirlar faoliyatida, ijodida bir to'xtalish bo'lib qoladi. Ijodiy krizis deb qo'yadi. Ilhom kelmaydi bizning tilda aytganda. Va bir ilhom kelib qoladi, nima bo'ladi? Darrov yozib qoladi haligi. Ana shu tavfiq deyiladi shu. Turibdi usta qarab, qanaqa qilsamikin deydi shu problemani hal qilishga. Hech topa olmaydi. Bir hafta o'ylanadi. Keyin Alloh taolo shu tavfiqni bersa, evrika deydi. Topdim degani. O'zi topgani yo'q u. Alloh nima qildi unga?
Shoyib alayhisalom aytadi: Astagfirullah. "Va ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu va ilayhi unib." Men faqat imkonim boricha isloh qilishni istayman, xolos. Va bunga yolg'iz Allohning tavfiqi, yordami bilangina muvaffaq bo'laman. Allohning o'ziga suyandim, o'ziga iltijo qildim. Men sizlarda isloh bo'lishinglarni xolab, menga bog'liq bo'lgan ishni qilaman. U yog'i kimdan? U yog'i Allohdan, tavfiq Allohdan deyapti. Banda yaxshilik talabida sa'y harakat qilish kerak. Bo'lganidek, yana Robbisining yordamiga suyanishi ham kerak. Va mana shu ishida, mana shu maqsadiga yetishlikda unga yordam beradigan faqat Alloh taolo ekanligini bilishligi ham kerak. Shuning uchun mustor holda Allohning yordamiga muhtoj ekanligini tan olgan holda yalinib, yolvorib duo qilishligi kerak bo'ladi. Va Allohning g'azabidan, qahridan qutulishlik faqat Alloh taolo yordam bersa, shu narsaga muvofiq bo'lishini ham tushunish kerak. Allohning roziligiga yetishligi ham, savobli ishni qilishi ham, savobli ishni qilishi ham Allohning yordami bilan ekanligini bilish kerak. Demak, meni qo'limda hech narsa yo'q ekanda. Ha, seni qo'lingda hech narsa yo'q. Agar Alloh bermasa. Shuni tushunsang, ine tavfiq beriladi senga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani o'zining duolarida bizga ta'lim berganlar. Marhamat qilib aytganlarki: "Allohumma rahmataka arju." Parvardigor, rahmatingni umid qilaman. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham o'zimni holimga tashlab qo'ymagin. Ko'zingizni bir ochib yumdingiz. Qancha vaqt ketadi? Endi payg'ambarimizning duosini ko'ryapsizmi? Ko'zimni ochib yumgunchalik bo'lgan muddatga ham meni tashlab qo'yma. Bir hovuch oshni olamiz, deganimizda bitta ko'cha o'tib ketib qolgani. Ana o'sha 1 sekundda 4dan 1dan qisqaroq muddat o'tib ketdi. Bo'lib qolgansiz. Ha, Alloh demak sizni o'sha paytda o'zingiz holingizga tashlab qo'yuvdi. Ahvolingizni ko'ring. O'sha qo'lingiz surilib ketadi, hali bir narsani kesayotganingizda. Bo'l qish kesildi, biroq oldi. Endi ko'zingizni yumdingiz, 2 sekundga qatib qoldi. Tushib ketdi jallikka qarab. Siz tavfiqni nimaligini tushunsangiz, qo'rqadigan bo'lib qolasiz har bitta holatda. Parvardigor 1 sekundga ham, uni 4dan 1cha muddatga ham meni nima qilib qo'ymagin? Holimga tashab qo'ymagin. Shunday ko'zi ketdi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum deb domla o'zi ma'ruzani tugatyapti. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum innalloh tugadi bu ma'ruza. Ana Alloh taolo olib qo'ydi aqlingni, uxlatib qo'ydi. Ko'zi shunday ketadi, qarasa 2 soat o'tgan bo'ladi. Kech qopqon samolyotdan ketdingiz. Ey birodar, tushuning, agar Allohning tavfiqi bo'lmasa, tupurgingizni yuta olmaysiz. Allohning tavfiqi bo'lmasa, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Endi tushunyapsizmi tavfiqni nimaligini? Muhammad alayhisalomdek zot aytayaptilar, Parvardigor meni o'zimni holimga tashlab qo'ymagin. Ko'z ochib yumgunchalik muddatga ham, undan qisqaroq muddatga ham doim tavfiqini berib turgin menga. Duoni qarang davomini. Va aslih li sha'ni la ilaha illa anta. Men uchun ishlarimni hammasini isloh qilgin, sendan o'zga iloh yo'q. Meni ishimni qisqa muddatga ham o'zimga tashlab qo'yma. Chunki kimdan Alloh taolo tavfiqni olib, o'zini holiga tashlab qo'yadigan bo'lsa, bu odam o'zining nafsini ham tutishga qodir bo'lmay qoladi. Toatlar zoyi bo'ladi, ma'siyatlar kirib qoladi. Mo'min odam qalbida mana shu qayg'u, mana shu o'y fikr doim turishi kerak. Allohni tanigan oriflar aytishadi. Tavfiq Alloh seni o'zingni holingga tashlab qo'ymasligi. Xizlan tavfiqning ziddi. Yordamsiz qo'yishi. Nima degani? Xizlan yordamsiz qo'yishi seni nafsingni o'zingga qoldirib qo'yishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Parvardigor, men sendan izzatingni o'rtaga qo'yib so'rayman, meni adashtirib qo'ymagin. Agar Alloh taolo
o'zingizni holingizga tashlab qo'ysa, xolis voy. Tavfiq Alloh sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'ymasligi, xizlan, xorlik Alloh sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'yishligi. Demak, tavfiqning birinchi sababi Allohga muhtojligingizni bilishingiz, ikkinchisi o'zingizni ojizligingizni tan olishligingiz. Uchinchisi o'zingizni aql zakovatingizga suyanmasligingiz, aldanib qolmasligingiz kerak. Banda har qancha aqlli bo'lmasin, har qancha tajribali, har qancha mohir usta bo'lmasin, aqliga suyanib tavfiqdan behojat bo'la olmaydi. Chunki aqlda o'zigagina suyansiz, Alloh tavfiq bermasa, adashib ketishingiz aniq. Dalil. Mana g'arb odamlarini qarasangiz, yer yuzida yashayotgan xalqlar orasida aqlli, xushli odamlar, ilmli, ma'rifatli, ziyoli. Ammo Hindistonda qarasangiz, o'sha IT texnologiyalar bo'yicha birinchi IT ishchilar o'shada bo'lib turib, o'qimishli, ziyoli hokazo, ammo molni tezagini betiga surtib yuribdi. Jinni deya olmaysiz, aql hushi joyida, lekin tavfiq yo'q. Ana shu sigir, ular muqaddasda bo'ladigan sigir yo'lda o'rtasiga yotib olsa, bittasi kelib tur deb o'rnidan jildira olmaydi, jur'at qilisha olmaydi. O'zlari toshdan yasab olgan haykallarini olib ibodat qilishadi. Yana qaytarib aytaman, aqlda o'ziga suyansangiz, aql bu nuqsonli narsa. Aqlning chegarasi bor. Aql hamma narsani idrok qila olmaydi, xuddi ko'zda nuri singari. G'arbni qarang. LGBT, feminizm, 100 dan ortiq jins bor u yurtlarda. Ya'ni o'sha xalqlar tan oladigan 100 dan ortiq jinslar bor. Erkak va ayol jinsi bor. Odam alayhisalomdan 21-asrgacha jins faqat 2 ta bo'lgan. Endi hozirga kelib turib ana shu g'alb odamlari aqligagina suyanib, Allohni unutishuvdi. Alloh ularga tavfiq bermadi. 140 ta jins bor biz yurtimizda deyapti jurnalist. Nimaga ular mana shu tomonga oqib ketdi? Ular Allohni unutishuvdi. Alloh ham ularni unutdi. Alloh tavfiqini olib qo'ydi. Ularda aqli bor, dunyo ishlarida peshqadam, texnologiyalarda tengsiz, faqat ular aqligagina suyanishdi. Allohning tavfiqini so'rashmadi. Shuning uchun nima bo'ldi? Shayton ularning aqllarini o'ynatdi. Ilmingizga suyanmaysiz, tajribangizga suyanmaysiz, Allohning tavfiqiga suyanasiz. Astagfirullah. Istahvaza alayhimush shaytonu fa ansahum zikralloh. Ulaika hizbush shayton. Ala inna hizbash shaytoni humul khosirun. Ularni shayton egallab olib, ularga Allohni eslashni unuttirdi. Ana o'shalar shayton hizbi guruhidadirlar. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta shayton hizbi bo'lgan kimsalargina ziyon ko'rgushidirlar. Shayton ularga Allohni unuttirdi. Alloh ularni unutdi, ya'ni o'zini holiga tashab qo'ydi, tavfiqini bermadi, xor bo'lishdi. Astagfirullah. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay. Lekin ular Allohning oyat mo'jizalarini inkor etganlari uchun ularga quloq ko'zlari ham, dillari ham biron foyda bermadi. Ya'ni haq yo'lni ko'rib idrok qila olishmadi. Va ularni o'zlari masxara qilib kulgan narsalari, ya'ni Allohning azobi o'rab oldi. Aqlingizga suyanmaysiz, ilmingizga suyanmaysiz, mahoratingizga, tajribangizga hech qachon suyanmaysiz. Parvardigor o'zing sharmanda qilib qo'ymagin. Parvardigor o'zing qo'llagin. 1000 marta damlagansiz hali oshdi. Oshpaz bo'lgan bo'lsangiz. Har safar damlayotganda aytasiz, Parvardigor sharmanda qilib qo'ymagin. 1000 marta kraska sepgansiz o'sha mashinaga, aytasiz, Parvardigor, "Emak ko'zimni yumib turib qo'yaman" deydi. Ko'zni yumib turib qo'yasizmi? Demak siz Allohni tanimaysiz ekan. Astagfirullah. Lahum qulubun la yafqahuna biha
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Biz jin va insdan ko'plarini jahannam uchun yaratganimiz muhaqqaqdirki, ularning dillari bor, anglay olmaydilar, ko'zlari bor u ko'ra olmaydilar, quloqlari bor u eshitmaydilar. Qarang, aqli, ko'zi, quloqi joyida, lekin Alloh tavfiqni olib qo'ygani uchun u aqllari haqiqatni ko'rsatib bera olmadi. Alloh taolo aytadi, ular chorvalar kabidirlar. Yo'q, ular beaql, befahmlikda chorvalardan ham battardirlar. Ana o'shalar g'aflatda qolgan kimsalardir. Ishonmang, mashinangiz yangiligiga. Ishonmang, shofirizni mohirligiga. 30 yildan beri Rossiyaga qatnaydi deydi. Mashinasi ham yangi, garantiya zo'r olib boradi deydi. Qayoqdan bilasan? Qayoqdan bilasan? U mashinasini yangiligi, shofirni mohirligi sabab xolos. Sen shu sababni zo'rini qilishing kerak xolos. Natija kim qo'lida? Yoki deydi Alloh taolo Furqon surasida, yoki siz ularning ko'plari haq so'zni tinglay oladilar, yo anglay oladilar deb o'ylaysizmi? Undaq emas. Zero ular hech narsa emaslar. Magar chorva hayvonlari kabidirlar? Yo'q, ular yanada yo'ldan ozgorroq kimsalardir. Imom Zahabiy aytadi: "La'anallohu zaka bila imanin va radiyallohu anil baladati ma'at taqwa." Alloh iymonsiz aqlni, iymonsiz zakovatni la'natlasin. Alloh taqvo bilan bo'lgan soddalikdan rozi bo'lsin. Tavfiq Alloh taolo sizni qo'llashi. Tavfiq Alloh taolo sizni adashib ketishlikdan saqlab turishi. Tavfiq Alloh sizni o'zingizni holingizga tashab qo'ymasligi. Tavfiq ikki dunyoning yutug'i, saodati. Va ma tavfiqi illa billah dedi Shuayb alayhisalom. Mening tavfiqim faqat Alloh bilandir. Oxirgi darsimizda ana shu tavfiqqa ega bo'lishlikning sabablari haqida mavzu ochgan edik, davom etamiz. Allohning tavfiqi siz bilan biz ustimizda doim bo'lishligi uchun birinchi navbatda biz Allohga muhtojligimizni izhor qilib turishimiz kerak. Ikkinchidan, o'zimizni ojiz ekanligimizni tan olishimiz kerak. Uchinchidan, aql zakovatimizga, ilmimizga, tajribamizga suyanmasligimiz kerak, aldanib qolmasligimiz kerak. Oxirgi darsimizda o'zingizni aqlingizga suyanib qolmasligingiz aytildi. Siyar alamun nubaloda aytilinadi. Imom Zahabiy aytadi: "La'anallohu zaka bila imanin." Alloh iymonsiz zakovatni la'natlasin. Va radiyallohu anil baladati ma'at taqwa. Alloh taqvo bilan bo'lgan soddalikdan rozi bo'lsin. Chunki o'tgan darsimizda aytdik, ana shu g'arb odamlarining aqllari dunyo ishlarida tengsiz. Ilm fanda, dunyoviy texnologiyalarda ularga yetadigan yo'q. Lekin iymon bo'lmaganligi uchun erkakka uylanib yotibdi, ayolga uylanib yotibdi. Bu Hindistondagi aqlli aytishnilar, kompyuterchilar, doktorlar molga sig'inib yuribdi, tezagini betiga surtib yuribdi. Ana agar iymonsiz bo'lsa, aqlni Alloh la'natlasin. Agar iymon e'tiqodi bo'lsa, soddalikni Alloh taolo rahmat qilsin, soddalikdan rozi bo'lsin. Bir odamning 3 ta diplomi bor. Qanchadir ilmiy unvonlari bor. Lekin Allohni tanimagan bo'lsa, iymoni yo'q bo'lsa, bu odam savodsiz deyiladi. Va bu ilmi foyda qilmagan bo'ladi unga. Chunki u uchala diplomi ham, ilmiy unvonlari ham qabristonda oldigacha boradi u bilan. Qabrga o'zi kirib ketadi amallari bilan, u diplomlari qoladi. Ammo biz aytayotgan unaqa diplomi yo'q, sodda oddiy aql egasi iymon e'tiqod bilan bo'lsa, uni ham mash boradi qabrda oldiga, qabrga bo'yiga iymoni bilan amali kiradi. Kim ekan haqiqiy johil? Allohni tanimaganlar.
Qalilut tawfiqi khayrun min kathiril aql. Ko'p aqldan ko'ra ozgina tavfiq yaxshiroq. Aytdi-ku, Allohning tavfiqi bo'lmasa, uyingizga bora olmaysiz kechki payt topib yo'lingizni. Qalilut tawfiqi khayrun min kathiril ibada. Ko'p ibodatdan ko'ra ozgina tavfiq yaxshi. Qalilut tawfiqi khayrun min kathiril amal. Ko'p amaldan ko'ra ozgina tavfiq yaxshi. Ko'p aqldan, ko'p ibodatdan, ko'p amaldan ko'ra ozgina tavfiq yaxshi. Chunki bu ibodatingiz, aqlingiz, amalingiz kitobi sunnatga muvofiq bo'lmasa, shariat bergan andozaga tushmasa, bu amallar o'zingizga qaytariladi. Ammo Alloh taolaning ozgina tavfiqi bilan qilgan kichkinagina amalingiz bo'lsa, sizga foyda beradi. 4-inchisi, qalbning salohiyati, qalbning pokligi. Allohning tavfiqi bizi ustimizda bo'lishligining sabablaridan 4-inchisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu." Ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar, insonning jasadida bir parcha go'sht bor. Agar u tuzalsa, sog'lom bo'lsa, butun jasad tuzaladi. Agar u buzilsa, butun jasad buziladi. Ala va hiyal qalb. Ogoh bo'linglar, u bir parcha go'sht qalb dedilar. Ma'qulmi? Qalbning pokizaligi Allohning tavfiqi kelishining sabablaridan bittasi. Mana Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhida minkum va yaghfir lakum vallohu g'afurur rahim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'liga asir bo'lib tushganlar. Musulmonlarga qarshi jang qilishdi, mag'lub bo'lishdi. Mana endi kofirlar yoki mushriklar asir bo'lib tushdi. Alloh taolo aytayapti: "Ey payg'ambar, sizlarning qo'lingizdagi asir bo'lgan kishilarga ayting. Ayting o'sha asirlarga. Agar Alloh dillaringizda yaxshilik borligini bilsa, sizlarga o'zingizdan olingan narsadan ko'ra yaxshiroq narsa berur va sizlarni mag'firat qilur." Qalbingizni qanaqaligini Alloh biladi. Agar pokiza bo'lsa, Alloh tavfiqi bo'ladi. Bizda kitobi sunnat degan o'lchov bor. Shuni pokiza qalb degan shabloniga tushgan qalb pokiza bo'ladi. Alloh taoloning biz ustimizga tavfiqi kelishligi uchun bizda Allohga muhtojlik bo'lish kerak. O'zimizni ojizligimizni tan olishimiz kerak. Aql zakovatimizga suyanmasligimiz kerak. Qalbimiz pokiza bo'lish kerak. 5-inchisi. Banda o'zini qo'lidan kelgan solih amallarni qilishi va shu ishda davomiy bo'lishi. Kuchi yetgan, qo'lidan kelgan savob ishni qiladi va doim bo'ladi shu ishda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Oysha onamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, Alloh taologa eng mahbub amal qaysi?" Rasululloh aytdilar: "Adwamuhu va in qalla." Ozroq bo'lsa ham davomiy bo'lgani. Ozroq bo'lsa ham doimiy bo'lgan amalni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Chunki mana shu ozroq bo'lsa ham, ko'rimsizroq bo'lsa ham, ammo doim qilingan amaldan iymon ozuqalanadi, iymon quvvatlanadi, iymon poklanadi, nafs poklanadi. Shu bilan savobli amallar ko'payadi. Davomiy bo'ladigan bo'lsa, ozgina amal bo'lsa ham, shu sizni Allohning tavfiqiga yetishingizga olib boradigan sabablardan. 6-inchisi. Alloh taoloning tavfiqi sizga berilishi uchun sizda bo'lish kerak bo'lgan sabablarning 6-inchisi. Banda Alloh taoloning unga bo'lgan fazli, marhamati, minnatini his qilib turishi. Banda Allohning o'zi uni hidoyat qilganligi uchun musulmon bo'lganligini tan olish kerak, his qilish kerak. Alloh o'zi ko'mak bergani uchun va yaxshilikka muvaffaq qilgani uchun shu yaxshilikni qila oldim deb turib, Allohning fazlini his qilib turish kerak. Allohning fazli marhamati bo'ldi, Allohning tavfiqi bo'ldi, mana bu ishni qildik.
Avval Allohning fazlini ayting. Men bunday qilib qo'ydim, biz bunday qilib qo'ydik emas. Avval Allohning fazlini ayting. Allohning fazli bo'ldi, Allohning marhamati bo'ldi, mana shu ishni qilishlikka muvaffaq bo'ldik. Desiz, Alloh sizni yana shunaqa ishlarga muvaffaq qilaveradi. Agar men qildim desiz, Alloh taolo sizni o'z holingizga tashab qo'yadi. Mana Arablar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga musulmon bo'lganligini minnat qilishdi. Arabiylar bu sahroyilar. Ya'ni ta'lim tarbiyadan uzoq, odob axloqdan ancha chekada, dag'al, qo'pol, qo'rs odamlar. Bu yerga Arabiylar biz iymon keltirdik senga ey Muhammad, Allohga iymon keltirdik deb minnat qilganida Alloh taolo oyat nozil qildi. Astagfirullah. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Ular sizga musulmon bo'lganlarini minnat qilishadi. Ayting, sizlar menga musulmon bo'lganingizda minnat qilmanglar. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin. Sizlar menga mo'min bo'ldik deb minnat qilmanglar, iymoningizlarni peshlamanglar. Balki Alloh agar iymonlaringizda sodiq bo'lsanglar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Nima degani? Alloh qalbingni ochmaganida kalima keltira olmasding sen. Sen o'zim kalima keltirdim deb o'ylamagin. Boshqa oyatda astagfirullah. Walau fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, agar Allohning fazli bo'lmasa, sizlardan bironta odam gunohidan poklana olmas edi. Walakinnalloha yuzakki man yasha vallohu samiyun alim. Lekin Alloh o'zining fazli marhamati bilan, o'zini tavfiqi bilan o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshituvchi, biluvchidir. Agar Alloh tavfiq bermasa, o'zi yo'l ochib bermasa, o'zi bermasa, hech kim gunohdan tozalana olmas ekan. Agar Alloh qalbingizni o'zi yumshatib ochib qo'ymasa, hech qachon kalima keltirib musulmon bo'la olmas ekansiz. Ulamolar aytadi. Mana shu oyatda sharhida ulamolar aytadi. Aytayapti Alloh taolo, agar Alloh taoloning fazli marhamati bo'lmasa, birontalar gunohdan poklana olmas edilar. Birontalar nima bo'lmasdi? Iymonga ham kela olmas edi. Ulamolar aytadi, Alloh taolo go'yoki shunday deyapti. Ey bandalar, agar meni tavfiqim bo'lmaganida sizlarning nafslaringiz iymonga bo'ysunmas edi. Iymonga kelish na o'zingizlar bilan maslahatlashib qabul qilinadigan qaroringiz ham emas, va na o'zingizlarda kuchingizlar bilan, xohishingizlar bilan qilinadigan ish emas. Sizlarning iymonga kelishinglar faqat menga bog'liq edi. Men qalbingizlarni ochdim, kalima keltirdinglar, deyapti. Men sizlarga iymonni sevimli qilib qo'ydim. Men uni qalblaringizda bezakli va jozibali qildim va men sizlarga kufrni, fisq, fujurni, osiylikni sizlarni ko'zingizlarga yomon qilib ko'rsatib qo'ydim. Biz o'sha bachchavozlikni yomon deb ko'ryapmiz. Zinoni yomon deb ko'ryapmiz. Tarozidan urishni yomon deb ko'ryapmiz. Isrof qilishlikni to'y-to'rkun ma'ruf marakalarda yomon narsa deb ko'ryapmiz. Chunki Alloh bizga shularni yomon qilib ko'rsatib qo'ydi. Endi boshqalarga nima uchun bu narsalar chiroyli ko'rinyapti? Chunki Alloh ularning qalbini ochmadi, ularga bu narsani xunuk qilib ko'rsatib qo'ygani yo'q. Tavfiq shuning uchun faqat Allohdan so'raladigan narsa. Tavfiqni berishlikka faqat Alloh qodir. Tavfiqni Allohdan boshqadan so'rashlik bu tavfiqdan mahrum bo'lishlik degani. Kimdan so'raymiz ekan? Allohumma fiqna lima tuhibbuhu va tardo deymiz. Parvardigor, o'zing yaxshi ko'rgan va rozi bo'ladigan amallarga bizlarni muvaffaq qilgin. O'zing yaxshi ko'rgan va rozi bo'ladigan ishlarni qilishimizga yo'l bergin, tavfiq bergin. Agar sen yo'l bermasang, men hech narsa qila olmayman ekan. Endi o'sha savobli ishni qilib bo'lgandan keyin aytingki, Parvardigor, buni men qilganim yo'q,
buni sen qildirding menga. Ma'qulmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zot ham rahmatan lil alamin bo'lgan zot ham Qur'onchalik ilmi va Qur'onchalik yana qo'shimcha ilmi bo'lgan zot ham hech kimi Allohning tavfiqisiz hidoyatga kelishiga sabab bo'la olmaydi. Amakisi Abu Talib vafot etdi iymonsizlikda, kufrda. Rasululloh qattiq qayg'urdilar. Chunki Abu Talib payg'ambarimizni yoshligidan tarbiya qilib katta qilgan edi. Payg'ambar bo'lganidan keyin u zotga iymon keltirmagani bilan himoya qilgan edi. Iymonsiz holda ketganida payg'ambarimiz qayg'urdilar. Shunda Alloh taolo oyat nozil qildi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnalloha yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhissalom, aniqki siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmassiz. Lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur, u hidoyat topguvchi zotlarni yaxshiroq bilguvchidir. Muhammad alayhissalom ham shaxsan o'zi da'vat qilib, bironta odamni iymonli qila olmaydilar agar Allohning tavfiqi bo'lmasa. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga borib, qo'shini bilan Rumga xat jo'natdi podshosiga, Hiraqlga. U Hiraql maktubni o'qidi, ilmli odam edi. Payg'ambarimizda payg'ambarlik alomatlarini tanidi. Yana ham shu ma'lumotlarni aniqlashtirishlik uchun arab bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan bir yigitni payg'ambarimiz oldiga jo'natib, falon alomatlarni ko'rib kel dedi. Tanohim edi ismi. Haligi odam Rumning imperatorini elchisi bo'lib payg'ambarimiz oldiga keldi. Rasululloh bilan bir necha kun muloqot qildi. Rasululloh bu yigitni arabligini ko'rib, aql zakovatini, xushyorligini ko'rib turib, islomga kirishiga haris bo'lib, islomga da'vat qilib, Muhammad alayhissalom shaxsan o'zi u kishining da'vati bilan shug'ullandilar. Lekin iymonga kelmadi. Men o'zimni qavmimning dinida bo'laman dedi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun birodar masjidga yur degan bo'lsangiz, namozga kirib ketgan bo'lsa, uni siz qilganingiz yo'q. Siz kimsiz? Muhammad alayhissalomning oldida. Shuning uchun bironta odamning hidoyatiga sabab bo'lgan bo'lsak, bironta odamning ilmli bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lsak, bironta odamga foydamiz tekkan bo'lsa, bu Allohning tavfiqi bo'ldi. Shoaib alayhissalom o'zini qavmiga aytadi, astagfirullah, "Va ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu va ilayhi unib." Men faqat imkonim boricha isloh qilishni istayman xolos va bunga sizlar isloh bo'lishinglarga yolg'iz Allohning yordami bilangina muvaffaq bo'lurman. Allohni o'ziga suyandim, o'ziga iltijo qilurman. Mana shu oyatni ulamolar tavfiq oyati deyishadi. Boyaga arabiylar payg'ambarimizga kelib, biz mo'min bo'ldigidan minnat qilganida Alloh taolo ularga bergan javobini eshitdilar. Astagfirullah. Walakinnalloha habbaba ilaykumul iymana va zayyanahu fi qulubikum. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi. Iymonni chiroyli qilib qo'ygan qalbingizlarga, ko'zingizlarga kim ekan? Va karroha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Endi itoatsizlikni, kufrni, osiylikni ko'zingizlarga yomon qilib ko'rsatib qo'ydi. Siz hayotda Alloh rozi bo'ladigan ishlarni ko'rib turib xursand bo'layotganingiz va mana shu amallardan rozi bo'layotganligingizni o'zi Allohning sizga bergan tavfiqi ekan. Endi kim Alloh rozi bo'ladigan ishlarni ko'rib turib yomon ko'rayotgan bo'lsa, qalbiga o'tirmayotgan bo'lsa, unga fisq, fujur, ma'siyat, gunohlar chiroyli ko'rinayotgan bo'lsa, demak Alloh unga nima bermabdi? Tavfiqini bermabdi. Alloh taoloning bizga tavfiqi bo'lishi uchun birinchi navbatda biz o'zimizni Allohga muhtoj ekanligimizni his qilib turishimiz kerak. Ikkinchisi, o'zimizni ojizligimizni tan olishimiz kerak. Uchinchisi, aql zakovatimizga suyanmasligimiz kerak. To'rtinchisi, qalbimiz pokiza bo'lish kerak. Beshinchisi, qo'lidan kelgancha
imkoniyati yetganicha savobli amallarda davomiy qilishligida bo'lish kerak. Oxirgisi banda o'zini ustida turgan qanaqa yaxshilik bo'lsa, iymon bo'lsin, sog'lik bo'lsin, solih farzandlar bo'lsin, yaxshi ulfatlar bo'lsin, bularning bari Alloh taoloning menga bo'lgan fazli deb bilishligi kerak. Shunda Alloh taoloning tavfiqi doim bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.